أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey Allahqa, Allahның peyğəmbərinə iman etqan və İslam şəriətinə əməl qıladigan kişilər, Allahdan qorqunlar. Allahның buyurğanlarını orundab, tosqanlarından yenib, onunğa itaat qilish orqali uning azobidan saqlaninglar. Har kim o'zining qiyomat uchun qanday amallarni qilib tayyorlanganligini o'ylasin. Sizlar qilgan va tark etgan ishlarning hammasida Allohdan qo'rqinglar. Chunki Alloh qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Sizlarning amalinglardan hech narsa uningga maxfiy emasdir. Alloh sizlarga amalinglarga yarasha mukofot yoki jazo beradi.